Assalomu alaykum, hurmatli nafaqaxo'rlar va aziz tomoshabinlar. Agar siz nafaqangizni bank kartangizga qabul qiladigan bo'lsangiz, demak bugungi videoni bir lahzaga ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Negaki bugundan boshlab nafaqachilar uchun yangi va juda muhim cheklovlar kuchga kiradi. Bu cheklovlar sizning kundalik moliyaviy amaliyotlaringizga, nafaqangizni olish tartibiga va umuman hayotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu juda jiddiy masala va har bir nafaqaxo'r bu yangiliklardan xabardor bo'lishi shart. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib borsin. Keling, hech qanday ortiqcha gap so'zsiz ushbu o'zgarishlarning batafsil tafsilotlariga sho'ng'iymiz. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? O'tgan yillar davomida nafaqa olish jarayoni ancha soddalashtirilgan edi. Aksariyat hollarda nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini bank kartalariga qulay tarzda qabul qilib kelishdi. Bu tizim ko'pchilik uchun juda qulay edi. Chunki bankka borish yoki pochta bo'limlarida navbat kutish shart emas edi. Kartaga tushgan pulni istalgan bankomatdan yechib olish yoki do'konlarda to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud edi. Kimdir kartani faqat pul yechish uchun ishlatsa, boshqalar kartadan doimiy ravishda do'konlarda, bozorlarda to'lovlar uchun foydalanar edi. Ba'zi hollarda nafaqaxo'rlar o'z kartalarini farzandlari yoki nabiralariga berib, ulardan pul yechib olishni iltimos qilishardi. Bu holatlar ko'pincha rasmiy hujjatlarsiz, oddiy ishonch asosida amalga oshirilar edi. Davlat organlari bu jarayonlarga katta e'tibor bermadi. Chunki asosiy maqsad nafaqalarni o'z vaqtida va qulay tarzda yetkazish edi. Ammo vaqt o'tishi bilan ma'lum bo'ldiki, bu soddalashtirilgan tizim ayrim kamchiliklarga ham ega ekan. Xususan, nafaqa pullarini firibgarlik yo'ldan o'zlashtirish, nafaqaxo'rning roziligisiz uning kartasidan pul o'tkazish, ba'zi hollarda vafot etgan shaxslarning nafaqasini olish holatlari kuzatila boshladi. Shuningdek, ayrim nafaqaxo'rlar uzoq muddat davomida o'z kartalarini faol ishlatmaganliklari, hatto ba'zan kartalar yo'qolgani yoki boshqalar qo'liga tushganidan bexabar bo'lishgan. Bu esa davlat byudjetidan ajratilgan mablag'larning samarali ishlatilishini nazorat qilishda qiyinchiliklar tug'dirgan. Shuningdek, shadow economy deb ataluvchi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, moliyaviy operatsiyalar shaffofligini ta'minlash ham ushbu o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Hukumat nafaqa tizimini yanada adolatli, shaffof va firibgarlikdan himoyalangan qilish maqsadida bir qator yangi cheklovlar va qoidalar joriy etishga qaror qildi. Endi esa o'zgarishlar haqida. Yangi qoidalar birinchi navbatda nafaqaxo'rlarning bank kartalari bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni muntazam yangilash va kartalardan faol foydalanishni talab qiladi. Davlat nafaqalari shaxsga xos bo'lgan ijtimoiy to'lov ekanligidan kelib chiqib, uning faqatgina o'sha shaxsning ehtiyojlari uchun ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan harakatlar boshlandi. Bu esa yangi tekshiruv mexanizmlari, karta faolligini nazorat qilish va ayrim tranzaksiyalarga cheklovlar qo'yishni o'z ichiga oladi. Asosiy qism kipping, batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Keling, yangi cheklovlarni batafsil ko'rib chiqaylik va ularning har bir nafaqaxo'rga qanday ta'sir qilishini aniqlaylik. 1. Majburiy yillik shaxsni tasdiqlash identifikatsiya. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu har bir nafaqaxo'rning yiliga bir marotaba o'z shaxsini tasdiqlash shartligi hisoblanadi. Bu jarayon sizning nafaqangizni olib turgan bank filialida yoki maxsus belgilangan pension jamg'armasi bo'limlarida amalga oshiriladi. Nima uchun bu kerak? Asosiy sabab nafaqa pullari haqiqatda belgilangan shaxsning o'ziga yetib borayotganini va u hali ham nafaqa olish huquqiga ega ekanligini tasdiqlashdir. Bu holat ayniqsa uzoq muddat davomida kartasi faol bo'lmagan, faqatgina pul yechish uchun ishlatilgan yoki boshqalar tomonidan boshqarilayotgan kartalar uchun dolzarb. Bu, shuningdek, vafot etgan shaxslarning nomiga nafaqa olish holatlarining oldini olishga qaratilgan muhim qadamdir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Avvalo, bankka tez-tez bormaydigan, o'z kartasini boshqa shaxsga ishonib topshirgan yoki umuman o'z kartasidan o'zi foydalanmaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz yillik identifikatsiya jarayonidan o'tmasangiz, kartangiz bloklanishi va nafaqa to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Bankka muntazam boradigan, o'z moliyaviy ishlari bilan shaxsan shug'ullanadigan, ma'lumotlarini doim yangilab turadigan nafaqaxo'rlar. Misol 1, xavotirlanish kerak. Qahhor aka,
Parvon 5 yoshli otaxon uzoq qishloqda yashaydi. Har oy nabirasi Shahzod kartasini olib borib, bankomatdan pul yechib Qahhor akaga olib keladi. Qahhor aka so'nggi 5 yil ichida bankka qadam bosmagan. Yangi qoidaga ko'ra, u har yili shaxsan bankka borib, o'zini identifikatsiya qilishi shart. Agar u bankka bormasa, mart oyidan boshlab uning kartasi bloklanadi va nafaqa pullar tushmay qoladi. Bu uning uchun jiddiy muammo tug'diradi. Chunki nabirasi ham bu pulni yechib ola olmaydi. Qahhor aka bankka borishi yoki maxsus tartibda uyiga bank xodimi kelishini tashkillashtirish kerak bo'ladi. 2. Nafaqa kartalaridan boshqa kartalarga pul o'tkazmalari bo'yicha cheklovlar. Endi nafaqa kartasidan boshqa bank kartalariga pul o'tkazishga ma'lum cheklovlar kiritiladi. Bu cheklovlar asosan nafaqa pullarini 3-shaxslarga o'tkazish amaliyotini tartibga solishga qaratilgan. Nima uchun bu kerak? Ayrim holatlarda firibgarlar nafaqaxo'rlarning soddaligidan foydalanib, ularning kartalaridan katta miqdordagi pullarni o'z kartalariga o'tkazib olgani kuzatilgan. Shuningdek, bu qoida nafaqa pullarining faqat nafaqaxo'rning o'zi yoki uning oila a'zolarining bevosita ehtiyojlari uchun sarflanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, noqonuniy pul aylanishi va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishda ham bu choralar muhim ahamiyat kasb etadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Doimiy ravishda nafaqa kartasidan farzandlariga, nabiralariga yoki boshqa shaxslarga katta miqdorda pul o'tkazadigan nafaqaxo'rlar. Endi bu o'tkazmalar cheklangan miqdorlarda amalga oshirilishi yoki umuman taqiqlanishi mumkin. Masalan, oyiga 1 million so'mdan ortiq pul o'tkazish uchun bankdan maxsus ruxsatnoma olish yoki boshqa bank hisob raqamidan foydalanish talab etilishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Nafaqa kartasidan faqat o'z shaxsiy ehtiyojlari uchun foydalanadigan pul o'tkazmalarini kamdan kam amalga oshiradigan yoki umuman qilmaydigan nafaqaxo'rlar. Misol 2 xavotirlanish kerak raqamlar bilan. Dilbar opa, yetimiga yosh, yagona farzand chet elda ishlaydi va o'ziga qiyin paytda onasining nafaqa kartasidan muntazam ravishda 2-3 million so'mdan pul o'tkazib turishni so'rardi. Dilbar opa har oy bank ilovasi orqali bu o'tkazmalarni amalga oshirar edi. Endi esa yangi cheklovlar tufayli u oyiga 1 million so'mdan ortiq pulni to'g'ridan-to'g'ri nafaqa kartasidan o'tkaza olmaydi. Bu Dilbar opa uchun jiddiy muammo. Chunki u endi o'g'liga kerakli pulni jo'nata olmaydi. U bankka borib, boshqa turdagi kartaga ega bo'lishi yoki pul o'tkazish uchun boshqa rasmiyroq usullardan foydalanish kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va hujjat talab qilishi mumkin. 3. Karta faolligi va naqd pul yechishga oid cheklovlar agar nafaqa kartasi ma'lum muddat davomida, masalan 3 oydan ortiq, xaridlar uchun faol ishlatilmasa, faqatgina naqd pul yechib olish uchun ishlatilsa, uning naqd pul yechish limitlari kamayishi yoki ma'lum muddatga to'xtatilishi mumkin. Nima uchun bu kerak? Bu choralar yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, naqd pul aylanishini kamaytirish va naqd pulsiz to'lovlar madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bank kartalaridan faqat pul yechib olish uchun foydalanish davlatning iqtisodiyotni shaffoflashtirish borasidagi sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, bu kartaning haqiqiy egasi tomonidan ishlatilayotganligini va nafaqa pullarining belgilangan maqsadlarda sarflanayotganligini tekshirish usuli hamdir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Har oy nafaqa kartasiga tushgan pulni to'liq bankomatdan yechib olib, faqat naqd pulda savdo qiladigan nafaqaxo'rlar. Ular endi do'konlarda, aptekalarda yoki bozorlarda to'lovlarni kartasi orqali amalga oshirishga majbur bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? O'z kartasidan muntazam ravishda savdo nuqtalarida to'lovlarni amalga oshiradigan, kommunal to'lovlarni to'laydigan yoki boshqa elektron to'lovlarni qiladigan nafaqaxo'rlar. Misol uchun xavotirlanish kerak. Elmurod aka 75 yosh. U plastikka ishonmayman degan tamoyilga amal qiladi va nafaqasini olgan zahoti bankomatdan to'liq yechib oladi. Kartasi bilan do'konlarda hech qachon to'lov qilmaydi. Endi agar uning kartasi 3 oy davomida birorta ham POS terminal orqali ishlatilmasa, uning oylik naqd pul yechish limiti 5 million so'mdan 1 million so'mga tushirilishi mumkin. Bu Elmurod aka uchun katta muammo bo'ladi. Chunki u naqd pulga o'rganib qolgan va kichik miqdorda pul yechib olish uning ehtiyojlarini qondirmaydi. U endi do'konlarda ham kartadan foydalanishni boshlashi yoki har oy bankka shaxsan borib limitni oshirish uchun ariza yozish kerak bo'ladi. 4. Uzaytirilgan harakatsizlik holatida nafaqa to'lovlarining avtomatik to'xtatilishi, agar nafaqa kartasida ma'lum muddat,
masalan 6 oydan bir yilgacha pul yechish, xarid qilish, to'lovlar kuzatilmasa, nafaqa to'lovlari avtomatik ravishda to'xtatilishi mumkin. Nima uchun bu kerak? Bu nafaqaxo'rning hayotda borligini va nafaqa olish huquqiga egaligini tasdiqlashning yana bir usuli. Shuningdek, unutilgan yoki yo'qolgan kartalar orqali pulning no'rin ishlatilishining oldini oladi. Bunday holatlar nafaqaxo'rning vafot etganligi, ammo bu haqda pensiya jamg'armasining xabardor emasligi holatlarda ayniqsa dolzarbdir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Nafaqa pullarni to'planib qolishini xohlab, kartasidan umuman foydalanmaydigan, uni bir burchakka tashlab qo'ygan nafaqaxo'rlar. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? O'z kartasini muntazam ravishda ishlatadigan, hech bo'lmaganda oyda bir marta kichik bir xaridni amalga oshiradigan nafaqaxo'rlar. Misol dard, harakatsizlik holati. Mohira opa 68 yosh, nafaqasini to'planib borishni yaxshi ko'radi. Har oy kartasiga pul tushadi, lekin u 6 oy davomida undan pul yechmaydi yoki boshqa biror harakat qilmaydi. 7-oyda u nafaqa olish uchun bankomatga borganida pul tushmaganligini ko'radi. Bu unga katta xavotir uyg'otadi. Mohira opaning nafaqa to'lovlari kartaning harakatsizligi sababli to'xtatilgan. Endi u bankka yoki pensiya jamg'armasiga borib, holatni tushuntirishi va to'lovni qayta tiklash uchun ariza yozish kerak bo'ladi. Bu esa bir muncha vaqt olishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, ehtiyot kerak bo'lgan holatlar va noaniq nuanslar. Albatta, har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi cheklovlarda ham ba'zi istisnolar va diqqat qilish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga ko'p bosh og'riqlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Bir qoidalardan istisnolar. Sog'lig'i yomonligi sababli bankka bora olmaydiganlar. Agar nafaqaxo'rning sog'lig'i masalan yotoq holatda bo'lsa, og'ir kasallik tufayli yillik identifikatsiya jarayonidan o'tishiga to'sqinlik qilsa, bu holatda maxsus tartib qo'llaniladi. Bunday holatda nafaqaxo'rning yaqinlari tibbiy ma'lumotnoma va notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan bankka murojaat qilishlari mumkin. Bank yoki pension jamg'armasining vakillari nafaqaxo'rning uyiga tashrif buyurib, identifikatsiya jarayonini joyida amalga oshirishi mumkin. Bunday holatda tegishli tibbiy muassasadan berilgan kasallik tarixi yoki nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinadi. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar O'zbekiston hududidan tashqarida istiqomat qiladigan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun identifikatsiya jarayoni mamlakatimizning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklari orqali amalga oshirilishi mumkin. Ular o'z shaxsini konsullik xodimlariga tasdiqlashlari va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishlari lozim. Bu jarayon bank bilan oldindan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik holatlari. Agarda nafaqaxo'r vaqtincha mehnatga layoqatsizligi sababli kartasidan foydalana olmasa yoki bankka bora olmasa, bu holatda ham tibbiy ma'lumotnoma asosida ma'lum bir muddatga cheklovlar tatbiq etilmaydi. Lekin bu muddat tugagach baribir identifikatsiya jarayonidan o'tish zarur. 2. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Pitfalls, eskirgan ma'lumotlarga tayanish. Eng katta xavflardan biri bu eski ma'lumotlarga ishonishdir. Internetda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang. Har doim rasmiy manbalardan bank saytlari, pension jamg'armasi sayti, hukumat portallari ma'lumot oling. Firibgarlar yangi qoidalarning joriy etilishi firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Bank yoki pension jamg'armasi xodimi sifatida o'zini tanishtirib, sizdan karta raqamingiz, PIN kodingiz, CVV kodingiz yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'rashlari mumkin. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Bank xodimlari sizdan bunday ma'lumotlarni so'rashmaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib aniqlashtiring. Vaqtida harakat qilmaslik ko'pchilik menga tegishli emas yoki keyinroq qilsam ham bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Ammo bu yondashuv nafaqa to'lovlarining to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Muammolar kelib chiqmasdan oldin chorlar ko'rish muhim. 3. Noaniq nuanslar. Faol foydalanish nima degani? Bu tushuncha bankdan bankka biroz farq qilishi mumkin. Lekin umuman olganda bu nafaqa kartasidan do'konlarda POS terminallar orqali xarid qilish, kommunal to'lovlarni to'lash, internet banki orqali mobil aloqa uchun to'lov qilish yoki onlayn xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishni anglatadi. Faqatgina bankomatdan naqd pul yechish faol foydalanish deb hisoblanmasligi mumkin. Har oy kamida bitta kichik xaridni kartangiz orqali
amalga oshirish tavsiya etiladi. Ishonchnoma orqali boshqariladigan kartalar. Agar sizning kartangiz ishonchnoma orqali boshqa shaxs tomonidan boshqarilsa, ishonchnoma notarial tasdiqlangan va qonuniy kuchga ega bo'lishi shart. Shuningdek, ishonchnoma egasi ham nafaqaxo'rning shaxsiy ma'lumotlarini o'z vaqtida yangilab turishi va yiliga bir marta identifikatsiya jarayonini amalga oshirishga ko'maklashishi kerak. Ba'zi banklar ishonchnoma asosida ham ma'lum bir cheklovlarni kiritishi mumkin. Bu haqda bankdan aniqlash lozim. Birgalikdagi hisob varaqlar. Agar nafaqa birgalikdagi hisob varaqqa tushsa, bu juda kam uchraydi. Asosan bolalar nafaqasi uchun. Bu holatda har ikki tomonning identifikatsiyasi talab qilinishi mumkin. Biroq aksariyat nafaqalar shaxsiy hisob varaqqa tushadi. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilishi kerak? Aniq ko'rsatmalar. Aziz nafaqaxo'rlar, endi eng muhim qismga yetib keldik. Bu vaziyatda siz qanday yo'l tutishingiz kerakligi haqida aniq va tushunarli ko'rsatmalar. Ushbu qadamlarni bajarsangiz, hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Birin, bank yoki pension jamg'armasiga murojaat qiling. Eng birinchi va eng muhim qadam bu sizga nafaqa to'lovlarini amalga oshiruvchi bank filialiga yoki yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingizdir. Agar siz u yerga bora olmasangiz, yaqinlaringiz orqali yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. Nima qilish kerak? Bankka borib, nafaqa kartasi bo'yicha yangi cheklovlar haqida ma'lumot olmoqchiman yoki shaxsiy identifikatsiyadan o'tmoqchiman deb ayting. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. Pensiya guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa, bank kartangiz nafaqa keladigan karta, ba'zi hollarda yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat, masalan, kommunal to'lovlar kvitantsiyasi ham talab qilinishi mumkin. Agar siz bankka bora olmasangiz va yaqinlaringiz sizning nomingizdan harakat qilsa, ularda notarial tasdiqlangan ishonchnoma va sizning tibbiy ma'lumotnomangiz bo'lishi shart. Ikki aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Bank bilan aloqa ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, elektron pochtangiz to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar bankda eskirgan telefon raqamingiz bo'lsa, siz muhim xabarlarni, masalan, identifikatsiya muddati yaqinlashayotgani haqida SMS o'tkazib yuborishingiz mumkin. 3. Kartadan faol foydalanishni boshlang. Agar siz kartangizdan faqat pul yechish uchun foydalangan bo'lsangiz, endi uni do'konlarda, aptekalarda, bozorlarda to'lovlar uchun ishlatishga odatlaning. Hatto kichik xaridlar ham kartangizni faol holatda ushlab turishga yordam beradi. Kommunal to'lovlarni yoki mobil aloqa xizmatlari uchun to'lovlarni internet banki yoki mobil ilovalar orqali amalga oshirish ham foydalidir. Masalan, oyiga hech bo'lmaganda 2-3 marta oziq-ovqat mahsulotlari yoki dori-darmonlarni kartangiz orqali to'lang. Bu sizni kelgusidagi cheklovlardan xalos qiladi. 4. O'tkazmalar bo'yicha ehtiyot bo'ling. Agar siz muntazam ravishda nafaqa kartangizdan boshqa shaxslarga pul o'tkazmalari qilsangiz, endi bu amaliyotga ehtiyotkorlik bilan yondashing. Bankdan o'tkazmalar bo'yicha limitlar va shartlarni aniqlang. Ehtimol bu maqsadlar uchun boshqa turdagi bank kartasidan nafaqa kartasi bo'lmagan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lar. 5. Firibgarlardan ogoh bo'ling. Hech qachon telefon orqali yoki shubhali SMS orqali o'z karta ma'lumotlaringizni, raqam, PIN, CVV, bir martalik kodlar boshqa shaxslarga bermang. Bank yoki pension jamg'armasi sizdan bu ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shubha tug'ilsa, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. 6. Tushunmovchiliklar yuzaga kelsa shikoyat qiling. Agar sizga nisbatan adolatsiz cheklovlar qo'yilganini his qilsangiz yoki bank xodimlari sizga yetarlicha ma'lumot bera olmasa, rasmiy shikoyat bilan murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu shikoyatni bank boshqaruviga yoki O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ishonch telefoniga bildirishingiz mumkin. Yangi qoidalarning asosiy maqsadi nafaqa tizimini yanada shaffof, adolatli va himoyalangan qilishdir. Shuning uchun bu o'zgarishlarga tushunish bilan yondashish va tegishli choralar ko'rish barchamizning manfaatimizga xizmat qiladi. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, bugun biz nafaqachilar uchun joriy etilayotgan yangi cheklovlar haqida batafsil gaplashdik. Unutmasligimiz kerakki, bu o'zgarishlar sizning moliyaviy xavfsizligingizni oshirishga va nafaqa pullarining belgilangan manziliga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan. Asosiy e'tibor shaxsiy identifikatsiyadan o'tishga, kartadan faol foydalanishga va bank ma'lumotlaringizni yangilab turishga qaratilgan.
Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, bu videoni nafaqa oladigan barcha yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashing. Ayniqsa bankka kam boradigan, internetdan foydalanmaydigan yoshi ulug' insonlarga bu ma'lumotni yetkazishga yordam bering. Sizning bu boradagi fikringiz qanday? Ushbu cheklovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu kanalimiz uchun juda muhim. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, toki biz sizga doim dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim eta olamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy savodxonligingizni oshirishda davom eting. Sog' bo'ling.